Bu videoni bir ko'ringlar-da. Alaykum assalom. Onam aytgan qiz sizmisiz? Manmi? Mani oynatgan bola sizmisiz? Ha, manman. Yaxshi. Yurib aylanib kelamiz. Yuring, qabristonga borib kelamiz. Nimaga? Otangizni ziyorat qilib kelamiz. Voy, mana odam turiydi. Mana bunaqa kiyg'izib qo'ygandan o'lgani yaxshi. Shu videoni shu qizni otasi ko'rsa qanday holatga tushsa-ki bir tasavvur qilib ko'ringlar yoki aka-ukalari. To'g'risi bu videoni ko'rib qiz otasini tiriklay o'ldiribdi deb o'yladim. Hurmatli ota-onalar, sizlardan iltimos qizlaringga yaxshi ta'lim-tarbiya beringlar. Sana bunday holatga tushib, sizlarni boshlaringni egib qo'ymasin. Bular ibratli kontent qilamiz, video chiqaramiz deb ham otasini ham onasini boshini egadigan ish qildi. Ya'ni qiz bolaga ona tarbiya beradi. Lekin otasi bu yerda aybdor bo'lib, otasiga bir yaxshi gap eshittirmabdi. Kommentarlarga kirib o'qidim. Juda ham bir xunuk so'zlar aytilgan. Sizlardan iltimos tarbiyani kuchaytiringlar. Qizlaringga aytinglar bunaqa kiyim kiyib, video rolik uchun sizlarni sharmanda qilmasin.